Hammaga salom, sizlar bilan yana Teddy PUBG kanali. Bu videoda men qanaqa qilib to'g'ri grafikani to'g'rilashni o'rgatib o'taman. Bu video meni YouTube'dagi ikkinchi videom. Hamma like, podpiska bosish esdan chiqmasin. Sizlardan obuna va like kutib qolaman. Hammaga rahmat. Xo'p, birinchi o'rinda bizlar nastroykaga kirib olamiz va grafika bo'limiga o'tamiz. Birinchi tushuntiradigan narsa tippada joylashgan mana yaxshiroq grafika, mana tippada yaxshiroq grafika yoki moslashtirish shunaqa joylar bor. Xo'p, birinchi o'rinda birinchisida turgani bu telefonda FPS ga qaraydigan, ya'ni grafika sifatiga umuman e'tibor bermaydigan. Ikkinchisidagi esa ikkalasi ham grafika ham FPS. Uchinchisi bo'ladigan bo'lsa ham FPS umuman e'tibor bermaydi, asosiysi grafikaga bog'liqligini ko'rishimiz mumkin. Bizlarga eng kerakli bo'lim moslashtirish bo'limi. Xo'p, bizlar unda moslashtirish bo'limiga o'tib olamiz. Mana o'tib oldik. Xo'p, bu yerda eng tepasida turgan, ya'ni Super Ravon, HDR shunaqa grafikalar bo'ladi. Bularni qanday to'g'rilashimiz kerak? Telefonda maksimal FPS ni chiqarishimiz uchun biz Super Ravon rejimiga qo'yib olishimiz kerak. Ikkinchi bo'lim esa lobby bo'limi. Bu hech qanaqa do'stimiz bilan o'ynaydigan lobby emas. Mana bu asosiy menyu bo'ladi. Lobby bu do'stimiz bilan o'ynaydigan lobby hisoblanmaydi. Xo'p, lobby bo'limida ham xuddi shunday qilamiz. Maksimal FPS chiqarib telefon qotmasligi uchun shunaqa eng past grafikaga qo'yib chiqamiz har bir bo'limda. Xo'p, keyingi narsa mana bunaqa silliqlash. Bunda biz foizlantirishga qo'yib qo'yamiz, chunki silliqlash telefonda operativkasini yeb tashlaydi. Xo'p, endi quvvat tejish sozlanmalarini ham o'chirib qo'yamiz, moslashtirish grafikani ham o'chirib qo'yamiz. Bular umuman kerak emas. Lobby grafikasini yaxshilash bo'limini ham biz o'chirib qo'yishimizga to'g'ri keladi, chunki bu lobby grafikasini o'zi avtomatik to'g'rilaydi va bizga u kerak emas. Yog'ini esa men to'g'rilaganda to'g'rilab chiqishni maslahat beraman, chunki bu PUBG'dan eng yaxshi grafikalardan bittasi. Yumshoq rejimiga qo'yamiz, yorqinlikni 120 ga qo'yamiz, normal. Mana pastdagi bu ekranning yoyiqligi, ya'ni bizlar mana o'rtasiga qo'yadigan bo'lsak, ekran ancha kichkinaradi. Bizlarga esa kattaroq ekran kerak. Bu yerda rang ajrata olmaydiganlar kasalligi bo'ladi va ular uchun bu grafikalar bo'ladi. Normalga qo'yib olsangiz o'zingizga yaxshi bo'ladi. Chunki normalda telefonda hech qanaqa qotishlar bo'lmaydi. Xo'p, bu YouTube'dagi ikkinchi videom. Hamma menga like, obuna bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Keyin Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz 1000 obunachidan keyin bizlar yuturik lobbilar va har xil konkurslar bo'lib o'tadi. Hammaga rahmat. Sizlar bilan yana Teddy bo'ldi. Keyingi videolargacha yana ko'rishguncha. Xayr.